Assalomu alaykum hurmatli akam bulasini obunachilari. Biz bugun Samarqandda Kattaqo'rg'ondan kelgan akamiz Azamjon akamiz, Peterda ishlagan akamiz. Akam bulas uyiniga ishtirok qilib $5000 yutib olgan akamiz. Mana soqqalarni hozir beramiz akamizga. Keyin akamizdan suhbat qilamiz. Aka, birinchi assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yutuq muborak bo'lsin, yutuqni qabul qiling. Endi obunachilarimizga tilaklaringiz. Obunachilarga omad tilaymiz hammasiga rahmat. Mani rost ekan, hamma zo'r. Bir 2 oy oldin $1000 yetuvdim. Mana omad. Endi kartaga tashab beradilar, yaxshi. Mana $5000 chiqdi, yana $5000 da oldik. Ishonmaganlarga nima deysiz aka? O'zingizning fikringiz. Endi ishonmaganlar, endi ular qanday desam, o'ziga ishonmagan birovga ham ishonmaydi. Negativchilar kommentariyaga yozavering, nima bo'ladi? Gazni bosasizlar. Akamizga omad tilaymiz, katta yutuqlarga iloyim. Omadingiz kelib nasib qilsa iloyim. O'yinni to'xtatmaymiz, xudo xolasa. To'xtamay gazni bosing, xudo xolasa hammasi zo'r bo'ladi. Yutuq muborak bo'lsin aka yana. Rahmat. Sog' bo'lasiz. Hammaga omad tilaymiz. Omad hammaga, obunachilarga. Rahmat hammasiga.